Do'stlar, xonagullarni qalamcha qilib ko'paytirishga qiziqsanglar, albatta shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Qalamcha ildizini zo'r va tez rivojlantiradigan oziqalardan biri bu Radifex. O'zim anchadan beri ishlataman. Bu oziqani YouTube'da sizlarga ko'p bora ko'rsatganman. Radifex bu ildiz uchun ham stimulyator, ham oziqa. Birinchi men sizlarga tayyorlash va ishlatishni qisqa qilib ko'rsatib beraman va videoni oxirida sotadigan joyi va narxini ham albatta aytaman. Radifex oziqasi mana shunaqa suyuq bo'ladi. 1 litr suvga biz 1 mg solamiz. 1 mg ni shprits yordamida o'lchab olsanglar bo'ladi. Mana 1 mg oziqani 1 litr suvga solamiz. Do'stlar, mana oziqamiz tayyor. Endi buni qalamchalarimizga beramiz. Bu oziqani qalamchalarga faqat ildiz orqali beramiz, ya'ni tuprog'iga quyib. Bu oziqa barg orqali berilmaydi, faqat tuprog'iga quyib berasizlar. Do'stlar, bitta muhim joyini aytishdan chiqdi. Bu oziqani biz qalamchani ildizi ozgincha paydo bo'lgandan keyin berishni boshlaymiz. Ya'ni mana qalamcha qilasizlar, qalamchani ildizi ozgincha paydo bo'ladi, keyin bu oziqani berishni boshlaysizlar. Shunda yangi ildizlar tezroq va ko'proq chiqadi. Menga o'xshab xonagullarni qalamcha qilishga qiziqsanglar, albatta shu oziqani ishlatib ko'ringlar, zo'r natija beradi. Bu oziqani sizlar uzun marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Shu bir donasi 25 ming so'm turadi. Bu sizlarga anchaga yetadi. Uzunma silkasini men bugungi storiesdan qoldiraman, bemalol ko'rib buyurtma bersanglar bo'ladi. Yoki shu videoning tagida men bularning telefon raqamini qoldiraman, bemalol ko'rib ma'lumot olsanglar yoki buyurtma bersanglar bo'ladi. Do'stlar, men sizlarga albatta natijalarni ko'rsatib boraman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.